xotin bilan gaplashib turgandim. Xabaringiz bor, Turkiyada ishi yaxshi. Ko'z tegmasin. Oyiga $2000 tashlayapti. Yaqinda mashinaga to'lov qildik. Men aytayapman, "Oy, orqaga qarama, gazga bos, ishlayver. Mana uchastkani ham boshqatdan bir yangilab qurib olaylik" deyapman-da. Xotiningiz Turkiyadami? Ha? Ayol kishini Turkiyaga jo'natish. Bu nima ahvol aka? Men nima qilay? Men ishlamasam, u ishlamasa, oilani kim boqadi? Bola chaqa katta bo'lyapti-ya. Ertaga bularga bir sharoit qilish kerak. Sizga qoyil qolmadim aka. Qanaqa erkaksiz? G'urur bormi sizda? Ha? Or nomus bormi sizda? $2000 uchun ko'z ochib ko'rganingiz juft halolingizni begona yurtga, yana Turkiyaga. Undan ko'ra Dubayga jo'natmaysizmi? 7000 dan tashlayapti bizni xotin har oy. Ha?